Assalomu alaykum aka-ukalar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar, yo'ldagilar charchamasdan. Aka-ukalar, bir akamiz kelibdilar, farzandlari sog'ligi yaxshi emas ekan, qoni tushib ketib, oyoqchasi ishlamay qolyapti ekan. 01/01/2023-yil tug'ilgan ekan, 1-yanvarda. Shokirov Muhammad Ali degan bolacha. Biroq dadalari kelibdi, mana hujjatlari. Mana oyog'i ishlamay qolishi. Mana o'zlari sizdan yordam so'ramoqchilar. Qattiqroq gapiravering. Yordam beringlar akalardan shu bola uchun iltimos aka. 5 kun bo'ldi kelganimga Rossiyaga. Uni hech narsani qilganim yo'q, iltimos akalar. Alloh yo'liga yordam beringlar akalar. Qattiqroq aytavering. Allohning o'zi sizga shifo bersin aka, shu bolachaga aka. Iltimos akalar. Sofi shaharga. Aka-ukalar, qo'ldan kelgancha yordam beringlar. Kimda imkoniyat bo'lmasa duo qilib qo'yasizlar. Hozir mana shu birinchi yordam qilishdi. Taniganlar bor bu akalarni. Sizlar ham qo'ldan kelgancha yordam qilinglar. Karta nomerimiz 8901 528 4 hozir yozib qoldiramiz, xudo xolasa. Ehson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Amalaringizga katta rahmat. Yo'llaringiz bexatar bo'laversin.